yig'ilish qatnashchilari, men Agrobank Avtobus avtotur filiali shu mahallaga kiritilgan mahalladan hozirgi kunda bu mahallaga umuman o'zi Zartur tumanida 5 ta mahalla biriktirilganimizga Yoshlik, Toshkentga, Nurafshon, Sharquzli, Urod mahalla biriktirilgan. Bu mahallalarga biz vaqtida rasmiy daromadga ega bo'lmagan shaxslarni daromad oshish maqsadida ushbu kreditlarni beramiz. Bular mahalla loyihasi krediti 50 milliongacha, biznesga ko'mak 17 milliongacha va 312 100 million so'mgacha kreditlar beramiz. Mahalla loyihasi 5 yilga 2 yil imtiyoz davri bilan 25% ajratiladi. O'z bankdagi shaxslar uchun ajratiladi, kafillik asosida. Biznesga ko'mak kredit dasturimizdan 17 million so'mgacha, u ham kafillik asosida 4 yil muddatga ajratiladi, 6 oy imtiyoz davri bilan. 312 kredit dasturimiz bu 100 million so'mgacha yuridik shaxslar uchun 65 oyga 2 yil imtiyoz davri bilan 100 million so'mgacha va 100 million so'mdan oshgan summaga 300 milliongacha garov asosida ajratiladi. 100 million so'mgacha bez garov sug'urtasiz shunday ajratiladi. Agar sizlarda shunga ehtiyoj bo'lsa yoki talab bo'lsa, mahallaga undan o'z nomerasiz hisoblanib, qo'lga chaqirib beramiz.